Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Biokimyo kitobimizning ruscha varianti tayyor bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda muqova qismi, mualliflar, bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda bizlarni kuzatishingiz mumkin. Mana shu yerda keltirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda, demak, biokimyodan tashqari elektrokardiografiya va kardiologiya bo'yicha ham qiziqarli faktlar, ma'lumotlar, videolar joylab boriladi. Xo'p, kitobimizning ichki qismiga qarasangizlar, demak, kitobimizning ichki qismi bu yerda mana keltirilgan. Har bir darsimiz ruscha sxemalar bilan yoritilgan. Undan tashqari har bir darsimizda sizlar klinik bilimlarni mustahkamlashingiz uchun shu o'rgangan darsingizga oid, demak, bu yerda bitta kasallik o'rgatiladi, ya'ni biokimyoga bog'lab o'rgatiladi. Kasallikda bu yoqda klinik belgilari, diagnoz, davolashlari bo'yicha ham ma'lumot bor. Xo'p, bundan tashqari har bir darsda oxirida shu kasallikka oid, ya'ni darsda o'rgangan kasalliklarga oid, demak, vaziyatli masala bo'ladi, ya'ni situatsion zadacha bo'ladi. Bu yerda realniy bemorning holati beriladi, sosteniyasi beriladi. Sizlar shunga qarab unda qanday biokimyo mexanizmdagi patogenez kechayotganini o'rganishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari bu yerda javoblar ham berilgan. Javobida qanday davolash, demak, diagnoz qo'yish bo'yicha ham, demak, ma'lumotlar berilgan. Har bir dars ana shunaqa tartibda o'rganiladi va sizlar shu orqali klinik bilimlaringizni ham biokimyo bilan birgalikda o'stirib borsangizlar bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, kasalliklarning simptomlari, klinik belgilari, bu yerda diagnostikalari ham, demak, yaxshi qilib keltirilgan. Xo'p, biokimyo kitobimizda, demak, Andijon davlat tibbiyot instituti talabasi Ismoilov Saidjon tarjima qilib berdi. Juda ham sifatli qilib tarjima qilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu o'zbekcha darsimizda to'liq shu kopiya qilib chiqilgan, ya'ni tarjima qilib chiqilgan varianti. Xo'p, darsligimizni, ya'ni kitobimizda mundarija qismi, kitobning oxirgi qismida tematik plani, demak, sizlar shu yerdan xohlagan mavzularingizni qidirib, varaqlariga qarab, demak, shu orqali mavzularni topib bemalol o'qisangizlar ham bo'ladi. Va bu yerda oxirida foydalanilgan adabiyotlar o'zbekcha, ruscha va eng asosiysi inglizcha darsliklardan foydalanilgan, internet saytlaridan, demak, foydalanilgan, rasmlarni, ba'zi o'zbekcha darsliklar va ruscha darsliklarda yo'q bo'lgan mexanizmlar asosan internet saytlari va inglizcha darsliklardan olingan. Bu yerda buni hammasini ko'rishingiz mumkin. Va kitobimizning orqa qismi mana. Demak, kitobni nusxalash, tarqatish va sotish mualliflik huquqi asosida taqiqlanadi. Bu haqida ham bu yerda ma'lumot berilgan. Xo'p, endi kitobni qanday qilib zakaz qilishingiz mumkin? Kitobni zakaz qilish uchun hozir ekranda, demak, Dragons Major degan akkaunt yozuvi chiqadi. Sizlar Telegram orqali ana shu Dragons Major akkauntini topib, demak, shunga yozsangizlar, kitobni qanday olishingiz mumkin, yetkazib berish xizmati qanaqa bo'ladi, shular haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Europatokdagi ruscha tizimda o'qiydigan talabalarga maksimal tarqatib tashlaymiz.